Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Microsoft Word, Excel dasturlarini osongina hech qanaqa pullarsiz bepulga aktivatsiya qilishni ko'rsatib o'taman. Birgina internet bizga kerak bo'ladi, boshqa hech nima kerak bo'lmaydi. Bizni Word, Excel dasturlarimizni aktivatsiya qilamiz desak, mana bunday maxsus promokodlar so'raydi yoki bo'lmasa kulishlar so'raydi. Uni pulga sotib olishimiz kerak. Juda ham ko'p vaqt oladi va bular tushunarsiz. Osongina bugun sizlar bilan buni aktivatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kompyuterimiz klaviaturasidan Windows va R tugmalarini bosib olamiz va bu yerda Vyplnit oynasiga mana shunday PowerShell deb yozishimizga to'g'ri keladi va OK tugmasini bosamiz. Bizga mana shunday administrator oynasi ochiladi. Endi bu yerga maxsus so'zni yozishimiz kerak bo'ladi. Men bu so'zni tayyor yozib olganman. Bu so'zni demak Ctrl C qilib nusxa qilib olaman va bu yerga Ctrl V qilib joylashtiraman. Siz ham mana shunday qilib videodagidek yozasiz va Enter tugmasini bosasiz. 1-2 soniya kutib turamiz va kompyuterimiz internetga ulangan bo'lsa, avtomatik Chromedan demak o'ziga kerakli drayverlarni ko'chirishni boshlaydi. Mana shunday qilib demak ozgina kutib turamiz. Mana 1-2 minut kutib turganimizdan keyin bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerdan endi biz Office dasturimizni aktivatsiya qilamiz. Shuning uchun klaviaturaning 2 tugmasini bosamiz va bu yerdan albatta birini bosib yuboramiz. Ozgina kutib turamiz. Kompyuterimizdagi Wi-Fi qanchalik tez bo'lsa, bu ishimiz ham shuncha tez bitiradi, ya'ni tezroq bo'ladi. Hammasi internetga bog'liq. Va nihoyat mana bizni Office dasturlarimiz muvaffaqiyatli aktivatsiya bo'ldi. Mana bunday yashil rangda bo'lsa, demak siz to'g'ri aktivatsiya qilgan bo'lasiz. Endi bemalol Word, Excel dasturlaringizga kirib, maza qilib ishlasangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.